Assalomu alaykum, bizani kuzatib boruvchi YouTube kanalimiz a'zolari. Narxlarga nima bo'lyapti menga aytinglar. Nazarbek harakat. Masjiddan yoki masjiddan 3-4 ta ko'cha beridan ikkalasidan ham bir xil kirilar ekan. 600-700 metr kiriladi. 215 sotiq. Ko'chalarni ko'ryapsizlar, ayri polni cho'tga tushgan ko'chalar. Mahalla eng zo'r tarafi qo'ni-qo'shnilar juda ham zo'r ekan. Uy korobka holatida, narxi juda zo'r. Videoni oxirigacha ham ko'ringlar. Bu yoqqa kanalizatsiyaga ikkita o'ra qazdirib qo'yishgan, tayyor. Hatto sistema, kanalizatsion sistema o'sha tayyor qilib qo'yilgan. Hamma trubalar tashab qo'yilgan ekan. Hovlini, uy ichini, hovlisini kattagina qoldirishgan. Betga bitta naves qilib turib, Lexanni qilsanglar bo'ladi, burchayib sanuzel qilib yuborasizlar. Ko'rayotgan bo'lsanglar, sliflarniki hamma turbalar tashab ketilgan ekan. Bu yoqqa letniy kuxnyaga joy tashalgan. Qiyi bo'lgan hisobiga uyni to'rtburchak qoldirish maqsadida uyga to'rtburchak qilib uy ichida hammasini tushuntirib ketaman, ko'rasizlar. No, baribir narxiga juda ideal bo'lgan hovli. Men sizlarga aytaman, 3 xonali puliga 5 xonali korobka. Hovli zato suv svet gazdan muammo yo'q, xudo xolisi. Kirganimizni o'ng qo'limiz, xohlasanglar yopasizlar, xohlasanglar открытый studiyniy kuxnya bo'ladi. Bu oshxona. Eshik bo'lsa, letniy kuxnyasi shunday yonida bo'ladi. Zo'r proyekt chiqqan ekan. O'ng qo'limizda ko'rayotgan bo'lsanglar, hamma regellar, sesmalar, hamma narsa o'zini qonun qoidasidagi quyilgan. Masalan, proyektlar bor. Proyektlarni ham qo'yib ketaman video davomida. Ko'rasizlar. Даже ma'mullarni ham shunka qildirishgan ekan. Qarang, uncha odam shunka qilmaydi buni. Shundoq qilib ketadi. Zal ko'chaga qaragan. O'zi mana shu o'rindoq qiyi bo'lib ketish kerak bo'lgan, to'rtburchak qolsin deb kirdi chiqdi qilib to'g'irlab yuborishgan ekan. Mana ko'ryapsizlar, отопление sistemalar hammasi shunka bo'lgan. Zo'r qilishgan. Hop, bu endi zinamiz tegidan bir unumli foydalanadigan bu narsa qilsa bo'ladi. Общий sanuzel. Sanuzellarni ham katta qilishgan, kichkina qilishmagan. Va bitta родительский spalniy bo'ladi. Buni oynasi eshigi hovliga qaragan. Hop, uyimizda podval yo'q. Bez podval. Shuni hisobga olasizlar. Baribir narxiga juda ideal bo'lgan uy. Ikkinchi qavatga chiqarkanmiz, ro'parada общий sanuzel. Mana ko'ryapsizlar, kattagina. Ikkinchi qavatda ikkita sanuzelimiz bor. Betimiz polniy hol bo'ladi. Ko'rayotganingizdek, bir o'tiradigan joy qilib qo'ysa bo'ladi. Va bu yerda родительский spalniy. Hovlining tepadan ko'rinishi. Hovlimiz ko'ryapsizlar, kattagina qoldirilgan. Yon atrofdan qo'ni-qo'shni bir-birini tomosha qiladigan holatdamiz. Va spalniyning ichida sanuzelga joy tashalgan. Kattagina bo'lgan, buni ko'ryapsizlar. Bemalol vanna, hojatxona, kir mashina, umvalniy hamma narsa sig'ib ketadi. Va ikkita detskiy deymiz. 3,5 ikkita detskiy xonalar. Bu yerda garderobga joy tashalgan, ozgina chiqarilgan. Uni oynasi ko'rib turganingizdek mahallaga qaragan. Xullas, joy juda ideal. Qo'shnilar, aka-menchilari bo'yicha qo'shnilar juda super. Uy olma qo'shni oldigan joy mana shu hovlida ekan. Bu yerda yana bitta 3,5 xonamiz. Afzallik tarafi oyna, bu yoqqa ham qaragan. Bu yoqqa ham qaragan. Endi azizlar, nima bo'lyapti narx-navoga deganim hisobi? $69,900 deyaptilar. Bir qism kelishaman ham deyaptilar, katta summa emas. Unaqa $1000-2000 hisob olmanglar. Menimcha bir $400-500 kelishsa kerak. Sababi o'zi arzon qo'yib qo'yganlar. Hop, hozir hisoblasanglar, yer hisobi, qurilish hisobi bundan qimmat aylanib ketadi sizlarga. Shuning uchun raqam qoldiryapman. Bemalol qo'ng'iroq qilaverasizlar. Tepada reklama xizmati uchun raqam qoldiryapman. Telefon qilaverasizlar xizmat bo'lsa va bizga podpiska bo'lib
layk bosishni unutmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.